sizlar bilan yana o'sha Sion anime kanali do'stlar. Bugungi videomizda men yangi kanalimni aytib o'tib ketmoqdaman. Yangi kanalimning nomi King Gamer. Men u kanalimni o'chirib tashlashga nima qildim desam bo'ladi. Aqd qildim. Kanalimni o'chirib tashladim. Shu sababdan do'stlar, men Eld Gamer degan youtuberni tanisangiz kerak. Biz u bilan survivallar jangini o'ynamoqchimiz. Ellar aytadi, Eld Gamer yozgacha men sendan o'tib ketaman. Yozgacha obunachim senkidan ko'payib ketadi. Eld Gamer deganlar obuna emas, like. Meni deganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Paddeshga qo'yinglar bo'llar. Eldor deganlar like, meni deganlar obuna. Xo'sh, mana biz kartamizga ham kirib oldik. Men shunaqa aka men shunaqa vapshi mod o'rnatganman. Atroflarni soya, tuman qilib ko'rsatadi. Bum. Hayır, Pratini. Zombilini Pratini. Izolatsini Huyatini. Zombilini Krakadini. E'tibor bermaysizlar do'stlar. Müzeyye. Ağzınca. Müzeyye. Sizlarga gul beraman 80 milyon. Do'stlar, bularning asabimni o'rnamoqda. Ana, zerikda o'ynasak. Salom robotda. Mod qanaqligini kommentlarda yozib qoldirasizlar. Mod yoqqan bo'lsa. Ana. Do'stlar, bular menga izolyatsiya qilyapti. Men nima qilishni bilaman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Va yana obuna. Bu o'xshamaydi. Qanaqasiga hech qisi yo'q. Balki o'sha joydadirman. IQ baland. Uni ko'rish kerak. IQ baland. Nashtni ko'rsamchi? Rostmi? Nariroq.
Nima deyapti? Va buni olamiz, taxtaga aylantirib olamiz. Nima qilamiz? Va red stack. Hamma muammoning yechimi mana bu. Sizda nima muammo bo'lsa, menga ayting. Ana daraxtni bekor kavladim. Men nima yasayman? Birinchi bo'lib tayoqcha yasaymiz. Chunki tayoqchasiz ish bitmaydi. Tayoqchani olamiz, ikkita qo'yamiz. Boltani bu tomonga qo'yarmidi yoki bu tarafgami? Cheat. Bam. 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 Ana. Mana uchun bu Minecraftlar easy. Tushib ketamiz hozir. Labirintmi bu? Bo'ldi. Minecraftga kirganingizda birinchi qiladigan ishingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bug bo'lyaptimi? Bam bo'lyaptimi? Bizda juda katta muammo bor. Nima desangiz, biz hali kirka yasamadik. Bu aytib o'tganimdek, menda hamma muammoning yechimi bor. Qulash o'choq. Xo'sh, nima qilamiz? Kirka yasaymiz. Nima qilamiz? Kirka. Minecraftni men yaxshi o'ynaymanmi? Yoki Eltgamer yoki har doim gapirib o'tadigan bizda videolar bor kanali. Yoki o'sha siz tanigan bilgan Beverly tarjimasi nima deb qiziqayotgan bo'lsalaringiz, qiziqayotgan nima deylar deb kommentga yozib qo'yinglar. Bu qanaqa bug? Qorong'i cheat. Nega bularda soya yo'q? Bor. Bu daraxt chopmasa bo'lmaydi. Ana. Bunaqasi bo'lmagan. Здравствуйте. Bye. Do'stlar, men videoni juda ko'p olmayman. Nega desangiz, videoni qizig'i qolmaydi. Men attiga 10 daqiqagina video olaman va keyingi qismda uy qurishni boshlayman. Hozir nima qilsam bo'ladi? Do'stlar, men sizlardan poddeshka kutib qolaman. Mana shu maktab tugashi 24-maygacha 100 ta obunachi bo'lishim kerak. Aks holda Eldorini YouTuberidan qolib ketaman. Eldorini YouTuberi deymizda biz uni.
Nimaga desangiz, chunki unda hali YouTube kanali bo'lgan. 100 ta obunachi chiqqan, yag'ini ko'tara olmagan. Videosida aytib o'tgan bo'lsa kerak. 100 ta obunachi yig'ib yag'ini o'xshata olmagan. Nega desangiz, men unga spam berganman. Mening maqsadim bosh obuna, ko'mir, temir. Balki omadimiz kelib qolib, nezerga ham o'tsak kerak. Nezerga o'tsak, oltin yig'ib olish kerak. Cho'chqachalardan narsa almashamiz. Uyimizga ko'proq tosh kerak bo'ladi. Meni maqsadim bilasizlar. Narsani aytish esidan chiqdi do'stlar. Men xayrlashishim kerak. Video 11 daqiqa bo'lib ketdi. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Keyingi qism balki keyingi yil chiqar, balki keyingi asr chiqar. Xayr, sog', omon. Ana video